15 kun, 14 kun birga bo'ldik-a. Mana shu bola rahbarligida mana Xudoga shukr. Biror tez dunyoni ishini o'ylaganingiz yo'q. Hech kim o'ylagan yo'q. Hamma vaqtga kelib ibodat qilaman, boshqa qilaman. Mani yuragim shunday maza qildiki, nariyog'i yo'q maza qildi. Odamlar kelishib, yana boraman, nimaga buni qiladigan desam, batdagi tinchlik, yuragingizdagi beg'amlik, hali maza qilar ekansiz. Mana shu yuragimizda, qalbimizda shu narsa o'zimizga hamroh bo'lsin. Davom bo'lsin, umrimizda oxirigacha bo'lsin. Mana shu narsani borganlaringda, uylaringda hech bo'lmasa, bir kun mashina kunga sarf qilishni nasib qilsin. Avvalambor endi chiroyli qilib keling, o'ziga keling, oldimga keling, siz nima qilmay turaverasiz. Men gapiraman, siz keyin duo qilasiz. Mana shunaqa tinchlik, xotirjamlik yaxshi narsa ekan. Men juda ham maza qildim. Avvalambor mana shu yerga kelganimizga, mana shunaqa ishlarni olib borishgan rahbarlarimizga, avvalambor hurmatli prezidentimizga, qolaversa ichki ishlar xodimlariga, chegara xodimlariga, boshqona xodimlariga, ayniqsa mana shu bizni boshqarib, bizni yetalab yurgan mana shu ukamizga tashakkurlar bo'lsin. Umrlari uzun, rizqlari ulug', tanjonlari sog' bo'lsin. Farzandlarini baxtga omonlik ko'rish hammamizga nasib etsin. Biz ham Rashadga kelishimizga farzandlarimiz hissasi juda ham katta. Mana shu farzandlarimizni bizga qilgan yaxshiliklari, bizga qilgan nimalari farzandlaridan 100 barobar ortiq bilan kelsin. Parvardigor olam hammamizni alinmay, do'stga xor, dushmanga zor, nomardga muhtoj qilmasin. Amin. Tanjonimiz sog' bo'lsin. Mana shunaqa yurtimizda tinchlik, xotirjamlikni ushlab turishlik, uni haqiga chiroyli duo qilish, prezidentimiz haqiga mana qanchalar duo qildik. Mana Xudo hozir bundan keyin yana duo qilamiz borgandan keyin. O'zimizni alinmaydi. Tanish bilishlarimiz, yor birodarlarimiz, aka-ukalarimiz, ularda hammalariga duolar qildik. Mana endi ular ham shu yerga kelib, biz ham haqqimizga chiroyli duolar qilamiz. Amin. Ilohim, bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor olam, bilib bilmay qilgan xatolarimizni o'zing afv etgin. Parvardigor olam, mana shu yerda turib, bilib bilmay o'qigan namozlarimizni, Qur'on tilovatlarimizni o'zing dargohingga savobini ulug' qilib qabul qilgin. Sabr xatolarni, nuqsonlarni o'zing afv etgin. Parvardigor olam, yana shu yerga kelishni nasib etsin. Parvardigor olam, qolaversa hammamizni uyimizga, rizqimizga Xudo baraka bersin, tanjonlari sog' bo'lsin. Mana shunday yaxshi kunlarda, mana shunday nimalarda bizga shunday sharoitlar berganlar uchun umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Amin. Buni hozirga duo qilamiz. Parvardigor olam, safarimiz bexatar bo'lsin. Amin. Umrimizga, rizqimizga, kasb-korimizga Xudo baraka bersin. Farzandlarimiz tanjonlari sog' bo'lsin. Uzun yillar qo'shganimizdan qo'sha qarib, farzandlarimiz baxtiga chiroyli duolar qilib yurishni nasib ro'zalasin. Amin. Parvardigor olam, safarimiz bexatar bo'lsin. Amin. Sog' salomat, yorug' yuz bilan vatanimizga qaytishga hammamizga nasib ro'zalasin. Ro'zalarimiz fayz barakot bo'lsin. Allohu akbar. Yo'limiz bexatar bo'lsin.